Davleniya normaga tushgandan keyin safar ham asta-sekin normaga tushyapti. Endi mana bo'rtib turgan joylari tovonimizni xitoyliklar ikkinchi yuragimiz deydi. Bu bo'rtib turgan joylari bizni akupunkturniy tochkamiz, nervniy окончанияmiz, har bitta organimizni massajniy tochkalari bor. Massajniy tochkalarini mana yurgan paytingizda shu siz o'zingiz massajniy tochkalaringizga ta'sir qilasiz. Bu ham sizni vazningizni, tovoningizni to'g'ri taqsimlab beradi, ham bir vaqtni o'zida endi tasavvur qiling, bir Xitoy yigit sizni tovoningizda massaj qilayotgani bilan. Vau, cho'tkami. Mana kiydirasiz, tovoningizda ichki organlaringizni massaj qilasiz, ichki organlaringizga impuls beriladi, shu nerv окончаниялari bilan. Ichki organlaringiz yaxshi ishlab boshlaydi. Bu korreksionniy stelka полностью o'mirtqa pog'onangizni, skeletingizni to'g'rilab bergandan keyin опущенный matka joyiga kelyapti. Chunki butun organlarimiz joylashgan qovurg'a o'mirtqalarimizga, опущенный почки ham joyiga kelyapti. Buni kiyib yurgan paytingizda sizda mana oyog'ingizda tuz bor, tizzangizda tuz bor deydi-ku, men doktorlarga borgan. Pochkangizda tuz bor. Buni muntazam kiyib yurgan paytingizda tuz mana shu yerga oppoq bo'lib tushadi. Tozalaysiz, yuvasiz, kiyasiz. Endi masalan bu yo'g'on ichagingizning tochkasi dedik-a. Buni kiyib yuribsiz, siz massaj qilib yuribsiz ichki organlaringizni. Kimda zapor bo'lsa, ichingiz yaxshi keta boshlaydi. Kim hali yosh, lekin hayz to'xtagan, ранний klimks boshlangan, ular buni kiyib yurgan paytda u qayz keta boshlagan. Jenskiy organlari yaxshi ishlamayapti, oshqozon yaxshi ishlamayapti. Bu impuls berib turgan paytda u organlaringiz yaxshi ishlab boshlaydi.